Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda tovar tipida ovqat qo'shishni osh misolida o'rgangan edik. Bugungi darsimizda taom qo'shishdagi texnokarta va ingrediyentlar bilan ishlashni o'rganamiz. Texnokartadan asosan sexda taom tayyorlanayotganda qancha masalliq ketishini doimiy ravishda to'g'ri nazorat qilish maqsadida foydalanish mumkin. Va bunda texnokarta tipida saqlangan taom skladga ovqat ko'rinishida saqlanmaydi, balki unga ketadigan masalliqlar u yerda saqlanadi. Negaki zakaz berilganda skladda masalliqlar miqdori kamayadi, tayyor ovqat emas. Masalan, kafening o'zida skladga masalliqlari emas, tayyor somsaning o'zi tovar tipida kiritilsa, zakaz berilganda aynan u kamayadi. Keling endi texnokarta bilan ishlashni osh misolida ko'ramiz. Buning uchun dastlab menyuning taomlar qismiga o'tib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, добавitni tanlaymiz va bu yerdan tovarni belgilab olamiz. So'ng taomning nomini kiritamiz. Masalan, osh kilogramm. Ya'ni 1 kilolik osh. Keyin uni kategoriyasi va undagi tartib raqamini kiritib o'tamiz. Cena qismiga uni narxini kiritamiz. Taxminan 35 ming. Bunda kiritgan narximiz 1 kilogramm oshning taxminiy narxi hisoblanadi, bitta butun porsiyali oshni emas. So'ngra bu yerda saqlanib qilamiz. Osh kategoriyasiga o'tganimizda u paydo bo'ladi. Endi uni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, redaktoriyatni tanlaymiz va texnokartani belgilaymiz. Hamda bu yerdan ingredient qismiga o'tamiz. Bu yerdan esa mana bu tugmani bosamiz. Hamda bizda quyidagicha oyna ochiladi. Bizda shu vaqtgacha oshga kerakli masalliqlar taxminiy narxlar bilan kiritib o'tilgan. Boshqa masalliq qo'shish uchun esa добавить ingrediyentni bosamiz va bu yerdan masalliq nomini kiritamiz. Misol uchun sarimsoq piyoz. Hamda uni odatda qaysi o'lchov birligida qabul qilishimiz va sarf qilishimizni kiritamiz. Masalan, kilogramm. Bu yerdan esa uni o'z narxini, ya'ni 1 kilogramm narxini kiritamiz. Taxminan 30 ming. So'ngra uni saqlanib qilamiz. Mana u paydo bo'ldi. Endi esa bu yerdan osh uchun o'zimizga kerakli masalliqlarni belgilab olamiz. Brutto va netto qismlariga esa 1 kilogramm osh uchun bularni qancha miqdorda ishlatilishini kiritamiz. Bu yerda bekorga 0.00 ko'rinishida raqamlar ko'rsatilmagan. Agar biz 1 kilogrammdan kam miqdorda kiritadigan bo'lsak, masalan 150 grammni kiritmoqchi bo'lsak, uni 0.15 qilib kiritamiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Agar 1 kilogramm va undan ko'proq miqdorda kiritmoqchi bo'lsak, masalan 1 kilogramm 400 gramm qilib kiritmoqchi bo'lsak, buni mana bu ko'rinishda kiritamiz. Ya'ni 1.4. Bu esa bizga o'lchovlarni har taraflama qulay tarzda kiritishimizda qo'l keladi. So'ngra bu yerdan 1 kilogramm oshga ketadigan masalliqlarning miqdorini ham o'zimizda mavjud ro'yxat asosida kiritamiz. Lekin bunda odatda oxirgi qilingan amal qo'shilmay qolishi mumkin. Bu unchalik muammo emas, lekin baribir har ehtimolga qarshi shu oynadagi bo'sh joyga sichqonchaning tugmasini bir marta bosib qo'yishimiz kerak. Keyin esa bu yerni saqlanib qilamiz. Mana hamma masalliqlarimiz kerakli miqdorda qo'shildi. X tugmasi orqali esa belgilangan ingrediyentni o'chirish mumkin. Endi bu yerni saqlanib qilamiz. So'ngra skladga kirganimizda ko'rib turganingizdek tayyor holdagi kilolik osh emas, u uchun kiritgan masalliqlarimiz paydo bo'ladi. Bu yerda prekodga o'tib, masalliqlarimiz qancha miqdorda borligini kiritamiz. Masalan, mana bu miqdorlarda. So'ngra bu yerni saqlanib qilamiz va oshdan zakaz berib ko'ramiz. Uni saqlanib qilgandan so'ng skladga kirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek masalliqlarning miqdori bo'ya mana bu yerda 1 kilogramm osh uchun kiritilgan miqdorga teng miqdorda kamaygan. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Taom qo'shish bilan bog'liq qolgan sozlamalarni keyingi darsimizda o'rganamiz.